Birinchi liniyadan odam oqimi juda ham zo'r variantda sizlarga 4.6 sotuli mashina oqimi juda zo'r. Nijiloyga ideal joyni topib qo'yganman. Manzilimiz Yashnobod tumani Farg'ona yo'lida akalar. Bu yog'imizda Qo'yliqdan kelishimiz, bu yoq shaharga chiqib ketishimiz, Massiv 5 ga kirib ketishimiz bo'ladi akalar. Mana shu joyimizda tartibvoyda joylashgan bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Mashtimizda akalar kanalizatsiya bemalol ichkariga olib kira olsanglar bo'ladi. Kafe qilsanglar ham ideal variantdagi joyimiz to'g'ri burchak variantda tushgan. 4.6 sotuli, приблизительно 4.7 chiqargan joyimiz akalar 4.6 ga beraverasizlar. Hamma shart-sharoitlari bor. Premenka xonalar varianti foydalansanglar ham bo'ladi. Ko'rib o'tishlar mumkin. Yoki shunda o'rtasidan bo'lib ikkita xo'jalik uchun uy qurib olsanglar maza qilib yashaydigan joy. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 330 ming dollarga berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kelar zilonniy zonamizni qaranglar, kattagina burchakli tapchanli zonalarni qilib, maza qilib yashab yoradigan joy yo'q. Tezda bog'lanib, shu videoni tezda tashlab qo'yadigan joy. Akalar, bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermanglar.